Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, dinimizda ikkita bayram bor: Ramazon hayit, Qurbon hayit. Rasululloh, sahobalar qanday bayram qilishgan, ya'ni nishonlashgan? Misol uchun Nasoralar Rojdestvo yoki Yangi yil kuni bilamiz qanday nishonlashini. Biz ham sunnatga muvofiq qanday nishonlashni o'rganaylik debdilar. Endi aslida Nabiy sallallohu alayhi vasallamning zamonidagi bayram kayfiyatini, ya'ni o'shani bir bayram ruhini so'rayapsiz-da siz hozir. Bu narsani endi gapirishga odam hozir uyaladi, chunki bizni odatiy kunlarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonidagi o'sha bayramdan-da to'kin-sochillik, o'shandan-da bir xursandchilik bo'lib ketgan. Endi Alloh o'zi yordam bersin, ba'zi joylarda musulmonlar qiynalyapti, to'g'ri, lekin odatda demoqchiman, bizni oddiy hayotimiz o'sha eski zamondagi bayramdan-da ochiqcha, ya'ni xursandchilik, to'kin-sochillik bo'lib ketgan. Alloh o'zi isloh qilsin hammamizni. Ya'ni juda ham kamtar bo'lgan unda hayot demoqchiman. Bayram kayfiyati juda ham sodda bo'lgan. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Qurbon hayiti kunida hayitni o'qib kelib qurbonliklardan yeganlar. Va Ramazon hayitida bo'lsa, Ramazon hayitiga chiqishdan oldin xurmalar yeb chiqib ketganlar, takbirlar aytganlar, hayitni o'qib xutba qilganlar. Sahobalar uchrashganda bir-birini tabriklashardi. Taqabbalallohu minna va minkum deb. Alloh bizdan ham sizlardan qabul qilsin deb. Va shu bilan hayit bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayit kunini odatda zikr, ibodat bilan o'tkazganlar. Tahlil, takbirni ko'p aytishga buyurganlar shuning uchun o'sha kunlarda. Ya'ni la ilaha illalloh, Allohu akbar zikrlarini. Va xos doirada masalan ayollar, bolalarga o'yin-kulgi imkoniyatini qilib berganlar. O'zlari emas lekin. Bunga bir necha misollar bor. Masalan, Abu Bakr radhiyallohu anhu qizlari Oysha onamiz oldiga kirib kelganlar. Oysha onamiz aytadilar, mening oldimda ikkita qizcha o'zi qo'shiqchi ham emas edi-ku, lekin o'sha nashida aytib turardi deganlar. Ular Buoz kunidagi voqealarni she'r qilib nashida aytardi, duf chalib. Buoz kuni, ya'ni Madinadagi bir qadimda bo'lgan jang kunlaridan. Qo'llarida duf bilan, ya'ni doiraga o'xshagan narsa bilan shu nashida aytib turishgandi. O'shanda Abu Bakr kirib keldilarda, shaytonning surnayi Rasulullohning oldidami deb meni urishdilar degan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'y ularni deganlar. Rasululloh o'shanda o'zlari teskari qarab yotardilar deganlar Oysha onamiz. Lekin Abu Bakr kirib kelib ularni to'xtatmoqchi bo'lganda qo'y ularni. Har bir qavmning aydi bor, ya'ni bayrami bor. Bu bizning bayramimiz deganlar. Va yana bir rivoyatda keladi, Yahudlar bilsinki, bizning dinimizda ham fusha, ya'ni yengillik, qulaylik bor. Men hanifiyatus samha, ya'ni bag'rikenglik dini bilan, tavhid dini bilan jo'natildim deganlar. Mana shundan chiqyaptiki, demak mana shu bolalarga, xotinlarga shunaqangi bir o'yin kulgi kayfiyatini, ya'ni hayot shukuhini yaratib berish kerak, muhayyo qilib berish kerak. Hatto o'zingiz unda ishtirok etmasangiz ham, unda ziqnalik qilmaslik kerak. Mana Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zlari ishtirok etganlar, o'zlari teskari qarab yotibdilar, lekin ayollariga shu narsaga qo'y deb qo'yib berganlar. Hatto uni otasi qaytarsa ham, mayli endi nashida aytsin, duf chalib eshitsin deganlar. Yana bir rivoyat, masalan, Oysha onamiz aytganlar, uni ham hayit kunida masjidda habashlar sovut bilan, qalqon bilan raqsga tushishayotgandi deganlar. Ya'ni askariy raqs. Masjidda bo'lyapti, qarang mana. Bayramda mana. O'shanda men yo so'radim yoki Rasululloh aytdilar, tomosha qildim xullas deganlar o'sha o'ynayotgan habashlarni. Mana bu ham shunga o'xshagan bir misol. Ya'ni shunaqangi bir islom chegarasidan chiqmagan holda, qizil chiziqqa bormasdan, ya'ni fahsh munkar aralashmasdan yoki juda ham bir ko'p qo'shiq, kuy-qo'shiqlar aralashmasdan o'yin kulgular, aylanishga borish, bir-biriga ziyoratga borish, mana shu narsa hayit bo'lgan. Endi yeb ichishlik, chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayit kuni haqida aytganlar, ayyam aklin va shurbin va zikrillah, yeb ichish va Allohni zikr qilish kuni bu kunlar deganlar. Albatta bu ham isrof darajasiga bormasdan yeb ichishlikda. Mana shunaqangi ko'rinishda, sodda ko'rinishda o'tgan. Aslida ya'ni hayitdan asosiy foydalanadiganlar shuni bilingki, ayollar bilan bolalar. Erkak kishiga, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam teskari qarab yotgandek bir dam olishi ham o'sha kunda o'zi hayit va himmati yetganicha Allohni zikr qilish, ibodatlar qilish shu hayit, ya'ni. Allohu alam.